Mana bu sizlarga, mana bu mehmonlarga tushundinglarmi? Tushundik. Qasam ich. Qasam ichamiz. Yo'q, menga tantanali ravishda qasam ichishing kerak. Tantanali ravishda qasam ichaman. O'zini tilida qasam ichish shekilli, ha? Bolalar, chaqchuqni olib kelinglar tezroq. Bo'linglar, mehmon kelib qoladi hozir. Adajon yordam beravering. Nima bo'ldi? Oyim pistalan so'rayaptilar, biz ularni yeb qo'ydik. Hammasini yedinglarmi? Yo'q, oz-ozdan yedik, tugab qoldi. Qanaqasi oz-ozdan tugab qolishi mumkin? O'zlaring hal qil, menga aralashtirmanglar u problemani. O'zim radarga tushganman, shuni qanaqa qilib aytaman deb qiynalib turibman. Ada muzikchilik shuni yordam beravering. Ada, bu poложениyadan birga chiqaylik. Bo'pti. Bo'lmasa, hozir chiqib, uchalamiz hammasini aytamiz. Yo, men birinchi radarda aytaman, keyin sizlar pistan aytasizlar. Agar xuddi shunaqa, yo haydalish kuni chalamiz yoki so'kishni aytamiz birga. Qani? Ketdikmi? Zahro, Ha, nima bunaqa turibsizlar? ana bu radarga tushib qolibman. Shuni aytmoqchi edim. Ha, mayli, nima yarmisi to'lash kerakmidi? Ha, shu yarmini to'lasak bo'ldi. Bo'pti, bosh ko'zimizdan sadaqa, hozir mehmon kelyapti o'zi. O'zlaring. Ada unaqa qilmang, unaqa kelishmovdik-ku. Mujik bo'lib tan olmang. Sizlar nima turibsizlar? Chaqchuq olib kelinglar, boringlar. Oyi, yeb qo'ydik. Nima? Kechiring. Onasidan kalta yeb hech kim o'lmagan. Mana, men ham